generallikni orzu qilmagan askar emas deydi. Kimki tabiatdan olmasa ta'lim, unga o'rgata olmas hech bir muallim deydi. Saodatli etagini qiziga to'ldirding. U menga tekkarida baxtli bo'lardi. Bunchalik xor bo'lmas edi. Bu ustozlardan bizga o'rgatilgan ilmu nujum, san'at sirlari bizga berilgan omonat deb qabul qildim. Assalomu alaykum dilga yaqinlarim. Dil tori loyihasining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi suhbatdoshimiz ajoyib ijodkor, kino va teatr aktyori, O'zbekiston xalq artisti Tohir Saidov. Tohir aka, avvalambor sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Yaqindagina prezidentimizning farmonlariga muvofiq O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lganingiz bilan qutlaymiz. Rahmat. Albatta buning ortida tinimsiz mehnat, uyqusiz kunlar, sabr, bardosh yotadi. Ushbu mukofot sizga kelgusi faoliyatingizga nimalar beradi? Bundan ancha yillar muqaddam O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvonini prezidentimiz qo'lidan qabul qilib olingan paytda meni juda bir hurmat qiladigan zamondoshim, faxrlanib yuradigan do'stim Iqbol Mirzo O'zbekiston xalq shoiri unvoniga sazovor bo'lgan. O'sha davrada shunday bir chiroyli so'zni aytdiki, shu yigit, men hali yoshman, menga xalq shoiri unvoni berildi, bu meni qaysi qilgan xizmatlarim uchun ekan deb xijolat bo'ldim. Lekin yaxshilab, teran fikrlab, o'ylab qarasam, bu meni bugungacha qilgan ishlarim uchun emas, kelajakdagi qilishim lozim bo'lgan ishlarim uchun berilgan ekan dedi. Demakki, bu unvonlar shu kungacha qilgan ishlaringizni 100% hammasi uchun emas, yana ozgina mana shu ijodga ilhomlantirish uchun, yana ham bir kuch bilan, qudrat bilan, mehr bilan ish ijodingizni davom ettirish uchun hali bugungi kunda jurnalistlarimiz tilida bitta yangi so'z paydo bo'ldi, motivatsiya degan. Ana o'shanaqa narsani beradigan bir kuch qudrat. Men mamnunman. Kamtarona san'atimizni qadr qilib turib, davlatimiz rahbari, qolaversa xalqimiz, ijodiy hamkor do'stlarimiz shunga ravo ko'rishganida. San'at olamida ijod qilayotgan har bitta inson shu o'z sohasining yuksak cho'qqisini zabt etmoq uchun maydonga chiqadi. Meni zamondoshlarim, hamkasblarim ichida bunday ulug' unvonlarga loyiqlari bisyor. Bular ham o'z vaqti soati bilan hammasi e'tibordan chetda qolmaydi albatta. Birovga oldin, birovga keyin, lekin halol va pok mehnat qilinaversa, elga ziyo tarqatib, ularning hordig'ini chiqarib, ham ularni kelajak sari bir chiroyli yo'nalishlar berib ijod qilsa, albatta bunaqangi unvonlarga erishadi. Avvalo elning nazari, xalqning duosiga sazovor bo'ladi. Men hamma hamkasblarimga san'at yo'lida, umuman har bir sohada ish faoliyatini davom ettirayotgan zamondoshlarimga mana shunaqangi bir xursandchilik kunlarini ravo ko'raman va barchasini boshidan Tangrining nuri hamisha yog'ilib tursin. Xorazmning chekka bir qishlog'ida dunyoga kelgansiz. Bolalik kezlaringizda kun kelib xalq artisti bo'laman degan orzu kechganmi? Endi uja bolalik paytlarimda-ku xayolimga kelmagan bu narsa. Lekin mana shu san'at olamiga qadam qo'yib institutga kelgan har bir ijodkorlikni diliga tukkan yigit qiz borki, bu narsani orzu umid qiladi. Chunki elimizda bir gap borki, generallikni orzu qilmagan askar emas deydi. Demakki, har bitta soha vakili shu kasbiga sadoqat bilan qadam qo'ygan kunidan boshlab yuksak cho'qqi, yuksak marralar sari intilishiga aminman. Shular qatori men ham mana shu o'z kasbimdan barokat topishni, o'z kasbim orqali oila tebratib,
elga manzur bo'lishni va xalqning duosini olib umr ko'rishni dilimga tukkanlardan biriman. Jurnalistlar ham prezidentimiz tomonidan qabul qilingan paytda savollar berishdi, kutganmidingiz? Ba'zida intervyular bergan hamkasblarimni ko'raman, voy kutmagan paytimda bo'lib qoldi, voy umuman o'ylamagan edim deb, lekin men kutganman dedim. San'atga qadam qo'ygan kunimdan boshlab shu sohaning bir yetuk mutaxassisiga va yuksak cho'qqisini zabt etmoq uchun bel bog'lagan edim, ana shu bugun shunga yetdim. Onadan erta yetim qolgansiz, albatta buning mas'uliyati, yuki og'ir bo'lgan. Mana shu ilk aktyor sifatida faoliyatingizni boshlaganingizdagi yutuqlaringizni dastlab kimga aytgansiz? Men endi yutuqlarim haqida kimgadir gapirib, ovoza qilib yurishni o'zi tabiatan unchalik xush ko'rmaydigan odamman. Men mehnat qilaman, ketaveraman. Meni mehnatimni baholaydigan el bor, muxlislar bor, xalq bor. Shuning uchun unchalar ham muvaffaqiyatlardan esankirab qolib yoki bo'lmasa maqtanchoqlik, u bu degan narsalarni o'zimdan yiroq tutaman. O'sha ota-onam tomonidan balkim berilgan tarbiyalarining natijasidirki, otam rahmatli bir umr aytardiki, shu kasbda bo'lsang, kamtarlikni shior et. Nafsingni tiy, kattani katta, kichkinani kichkina o'rnida izzat ikrom va hurmat qila bil. Ana o'shanda barq urib chiroyli rivoj topasan. Agar shu men aytgan so'zlarning birortasiga xiyonat qiladigan bo'lsang, bu sohada uni o'sishing qiyin bo'ladi bola deb. Men Xudoga shukr, hayotim muvaffaqiyatlarga to'liq. Teatr sohasida ham mana shu yerda turgan ulug' siymolar, hammalarini suratlarini ko'rib turibsiz. Mana shu insonlar bilan ham suhbat bo'lish, ularni bir kasb yuzasidan yo'l-yo'riqlarini o'rganish va ularni bir ustoz otangdek ulug' deydi, ota darajasida pandu nasihatlarini olish nasib etdi. Bu ulug' siymolarni hayotda ko'rib bir qo'l olib ko'rishish u yoqda tursin, men bular bilan bir dasturxonda o'tirish, bir sahnada ota bola, o'g'il, aka bo'lib xizmat qilish, ijod qilish vaqti nasib etdi. Agar Xudo yarlaqagan bir ijodkor yigit bo'ladigan bo'lsa, agar ular ikkita bo'lsa, bittasi men, agar bittagina bo'lsa, meni o'zimda. Shu bilan faxrlanib, mamnun bo'lib yuraman. Keyin Navoiy hazratlarining bir gapi borki, hunarni asrabon netkundir axir, olib tuproqqamu ketkundir oxir degan. Bu ustozlardan bizga o'rgatilgan ilmu nujum, san'at sirlari bizga berilgan omonat deb qabul qildim. Agar shular o'rgatgan ilmni kelajak avlodga sayqal bo'lib qoldirmasa, o'rgatilmasa, bu omonatga xiyonat qilishday bir katta gunoh. Shuning uchun hozir men bu teatr va kino bilan cheklanibgina qolmasdan, yillar o'tib yoshim ulug' bo'ldi, ham hayotiy qisman ijodiy tajribalarga ega bo'lgan paytimda Gerasimov nomidagi kinematografiya institutida dars beraman. O'zimni shu yerda ijodiy ustaxonam bor. Hozir 2ta kursga baravar o'sha kino sirlarini o'rgatish xizmatlarini amaliyot qilyapman. Mana muvaffaqiyatning orqasidan muvaffaqiyat quvib yuradi deganidek, O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lingandan keyin men oldin dotsent edim, hozir endi professor bo'ldim. Endi bu juda katta mas'uliyat va yuk. Ana o'sha ulug' nomiga yarasha o'zining javob berish lozim bo'lgan talablari bor. Ana ularni uddalash uchun albatta sog'liq, salomatlik, teran fikr va ong idrok tinmasdan izlanish zarur bo'ladi.
Hozir men mana shunday bir jarayonlarni boshimdan kechirayotgan baxtli yigitlardan biriman. Mana ustozlarni tilga oldingiz. Yuqorida har yili 1-oktyabr mamlakatimizda o'qituvchi va murabbiylarni kuni sifatida keng nishonlaymiz. Ayni mana shu bu kasb egalari sizning hayotingizda qanday iz qoldirgan va eng ulug' ustozingiz deb kimni e'tirof etasiz? Uni o'sha ustozingizdagi qaysi xislatni qadrlaysiz? Men o'qituvchilarni juda ulug'layman, ko'p qatori. Chunki har bitta bolaning hayotda o'z o'rnini topib ketish uchun birinchi poydevorni o'qituvchilar qo'yadi. Meni san'at dunyosiga kirib kelishimga ham o'zidan osmondan tushgan emas. O'sha maktab partasida o'qituvchilarimni yuragimga yoqqan olovi sabab mana shu joylarga kelib qolganman. Ilgarilari sinflar o'rtasida yo geografiyadan, yo matematika, fizikadan, yo bir qaysidir fandan ikkita sinf o'rtasidagi KVN musobaqalari bo'lardi. O'sha musobaqalarda shu fan bo'yicha shartlar, savol-javoblar bo'lsa, uning oxirgi bitta sharti bor ediki, badiiy qismi. Birorta bir intermedia yoki birorta bir dramaturg asaridan bir lavha ijro qilib berish sharti bor edi. O'sha shart meni chekimga tushgan va o'sha asnosida avvalo o'sha maktabdagi tomoshabin kuzatuvchilarga ma'qul bo'lgan, u rivojlanib asta-sekinlik bilan tuman san'at bayramlariga yetaklab borgan, undan viloyat san'at bayramlaridagi konkurslarda qatnashish nasib etgan. Shu asta mana shu san'atga oshifta qalblik paydo bo'lgan. Demak, bu 100% aytish mumkinki, o'sha davrdagi ustozlarimiz, o'qituvchilarimizni qilgan mehnati va ko'rsatgan to'g'ri yo'li deb bilaman. Endi o'sha har bitta narsa o'z rivoji bilan bo'lishi kerak. Institutda mana Abdurahmon Sayfuddinov domlamiz, Alloh rahmat qilsin, juda bir to'g'ri yo'llarni ko'rsatganlar. Nafaqat san'at sirlari, insonning turmushda o'z o'rnini topishi va qanday muammo qiyinchiliklarni bartaraf qilib undan o'tish, aldamaslik, xiyonat qilmaslik, inson a'zosilardan tashqari buni qalbida bir vijdon degan nazoratchi bor. Ana o'sha nazoratchini ranjitmaydigan holatda umr ko'rish sirlarini, yo'llarini o'git nasihat qilganlar. Keyin bu yoqqa teatr san'atiga institutdan kirganimizda mana O'zbekiston xalq artisti, hozir mana 85 yoshdalar, ustoz Xayrulla Sa'diyev. Ana shu insonni juda ko'p yo'l yo'riqlarini o'rgandim. Oila tutish, ro'zg'or tebratish, odamlar va jamiyat orasida o'zini qanday tutish, barcha hatto san'atning sahnaning shunday muqaddas ekanligiki, oyoq kiyimingni top-toza qilmasdan muborak joyga chiqmaslik darajasidagi katta saboqlarni bera olgan ustozlarim. Keyin o'sha satira teatridan Alloh rahmat qilsin, Nabrahimov, endi bobo ustozimiz desam bo'ladi. Shu insonni tarbiyalarini olish baxti nasib etdi. Bu yerda men nomma-nom unisi unday, bunisi bunday, meni ustozim deb turib aytib o'tirishga mani haqqim yo'q. Unda u bir uyat bo'ladi. Chunki bu dargohdagi barcha ham mendan oldin, ham men bilan zamondosh bo'lib va mana mendan keyinroq san'atga qadam qo'ygan yigitlarimiz, qizlarimiz bor. Ana ularni ham men o'zimni ustozim deb aytishga haqliman. Nimagaki bir aktyor 40 yil bir psixologik holatni ijro etmoqlik uchun izlanishda bo'lsa, kuni kecha institutni bitkizib kelgan yosh bir yigitda yoki qizda ana o'sha narsani yo'lini, yo'rig'ini topa olishi mumkin. U uzoq yil ishlaganlikda emas, ana o'sha o'z hunarining unga berilgan narsani shundan hech tortinmasdan, uyalmasdan o'shanga qanday erishish mumkin ekanligini o'rgansang, demak uni ham bir yosh
o'g'ling tengi bolaning ham senga ustozlik qilganligini his qilasan. Nimadir o'rganasan. Albatta. Chunki bu san'at cheksizlik belgisiga ega. Bu qancha xayol qilsangiz, qancha fantaziya qilsangiz, qancha improvizatsiya qilsangiz, hammasini ko'taradigan va sig'dirib keta oladigan dunyo. Hayot muallim deyishadi. Hayotdan nimalarni o'rgandim deysiz? Endi albatta bu dunyoga qaysi bir inson kelishidan qat'iy nazar mana shu hayotga moslashish va undan yaxshi fazilatlarni egallash va undan bir manfaat topish harakatida bo'ladi. Men ham shu insonlardan mustasno holatdagi emasman. Qaysidir bir yozuvchini bir aforizm sifat so'zi bo'lardi. Kimki tabiatdan olmasa ta'lim, unga o'rgata olmas hech bir muallim deydi. Demak, har bittamizni o'qituvchimiz ham, domlamiz ham, ustozimiz ham bu hayot. Lekin insonlarni hayoti va uni taqdir yo'llari har xil bo'ladi. Agar meditsina nuqtai nazaridan aytsak, mana bu analginni ichsang bosh og'rig'ing qoladi deydigan retsept yo'q. U narsa siz hayotingiz boshqa, meni hayotim boshqa va bizni tomosha qilib turgan har bitta tomoshabin muxlislari hayot tarzi, turmush yo'li boshqa bo'ladi. Shuning uchun har kim o'ziga mos va xos, manfaatli, birovga xalaqit bermasdan umr ko'rish holatlari bilan shu hayotda umr ko'radi. Insonlardagi qaysi xislatni qadrlaysiz? Men yaxshi fazilatlarni hammasini birday qadrlayman. Xiyonat qiladigan yoki birovning haqqini yeydigan, ham do'stlariga, ham oilasiga, ham yurtu millatiga zarar keltirib boshini egadigan nuqsonlarga ega bo'lgan insonlarni men qabul qila olmayman. Kino va teatr san'atida birdek ijod qilasiz. Rollaringiz esda qolarli va ta'sirchan. Qaysi biri tarozida ko'proq tosh bosadi? Bilasizmi, bitta egizak farzand onadan tug'iladigan bo'lsa, yoki Hasan Husan yoki Fatma Zuhra, agar o'shani farzandlarni yo otasiga yo onasiga siz Hasanni yaxshi ko'rasizmi, Husanni yaxshi ko'rasizmi degan savolga o'xshagan bo'ldi. Bu teatr san'ati bilan kino san'ati egizak. Bu san'at mening farzandlarimday aziz. Birini biridan yo ustun qo'yib, yo birini biridan kam qo'yishga meni haqqim ham yo'q, u haqda o'ylab fikrlab ham ko'rgan emasman. Lekin Hasan bilan Husanning ham xarakterida, dunyoqarashida farq bo'lgani singari teatrning o'z ijodiy yo'nalishidagi spesifikalari bor. Kinoning o'z spesifika yo'nalishlari bor. Lekin bir maqsad sari intilib bir nuqtaga qaratilgan bo'lishidan qat'iy nazar turli xil yo'llar bilan unga boriladi. Bizga mana teatr san'ati institutida drama teatri va kino aktyori fakultetini tamomlaganman. O'sha joyda domlalarimiz aytardi, teatr sahnasida yaxshi aktyor bo'lsang, kinoda shunday ariqqa baliqni qo'yib yuborganday bemalol ishlab ketasan derdilar. Men shu narsalarni unchalik to'g'ri emasligini hayotiy va ijodiy tajribadan kelib chiqib turib anglab yetdim. Chunki teatr san'atida sahnadagi ijro bilan kamera oldidagi ijro osmon bilan yercha farq qiladi. Kino soha yo'nalishini men institutda o'rgandim deb ayta olmayman. Chunki teatr uchun tayyorlanganman, o'sha tayyorlanilgan kadr bo'lganman. Taqdir taqozosi bilan O'zbek film kino studiyasidagi eng ajoyib rejissyorlar, yaxshi fazilatli insonlar bilan birgalikda ham ijodiy, ham hayotiy suhbatlarda bo'lish asnosida va o'sha amaliyotda shu narsalarni asta anglab yetdim. Meni teatrdagi ijrom qanchalar yuksak darajada bo'lishidan qat'iy nazar agar kinokamera qabul qilmaydigan bo'lsa, hech kim emasman. Bugungi kun teatrlarimizga nimalar yetishmayapti? Men endi kasb yo'nalishi bo'yicha respublikamizni barcha viloyatlarida tez bo'lib turaman va hamma teatrlardagi shart-sharoitlarni bilaman.
to Qoraqalpoqdan tortib Andijon va Farg'onaga qadarli shu oraliqdagi mujassam viloyatlarimizdagi teatrlarni mana bunaqa arxitektura holati, uni ta'mirlanishi va ish ijod uchun yaratilgan sharoitlarga man tasanno deyman, barakalla deyman. Juda ajoyib, chiroyli ishlar qilingan. Ijod qilmaslik, u yerda izlanmaslik uyat darajasiga yetib qolgan. Ijodiy jarayon Man qanaqa? shuni aytib o'tmoqchi edimki, teatrlarni isloh qilish, islohot degan o'zi asli nima? Ish bermay qolgan sohani yo'nalishidagi biror bir bo'lakni o'rniga zamonaviy yangi bir yo'nalishni olib kirish bo'ladigan bo'lsa, demak bizni teatrlarimiz chiroyi jihatidan, yaratilgan sharoitlari jihatidan davlat tomonidan katta yaxshi ishlar qilingan. Ana o'sha islohotni ichida shunday narsaga endi ijodkorlarimiz nuqtai nazarini qaratmog'i lozimki, bu ijodiy mundarija. Teatr repertuar plani bu xuddi bir oshxonaga kirganingizdagi taomnoma singari bo'lishi kerak deb o'ylayman. 10 ta 15 ta ovqat nomlari keltirgan bo'lsa, mijoz o'shani ichidan o'z istaganini, o'z xohlaganini tanlab buyurtma qiladi. Demak, teatrga 7 yoshdan 70 yoshgacha insonlar va dunyoqarashi har xil bo'lgan, har xil san'at va adabiyotning janrlariga ishtiyoqmand insonlarning talabini qondira oladigan darajada asarlar bo'lishi kerak. Biz tarixiy asarlarni sahnalashtirishimiz kerak deb turib 30 kunlik repertuar mundarijamizni tarixiy asarlar bilan to'ldirib tashlaganimizda ham bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki kimdir o'sha komediya janrini bugun ko'rgisi kelib qoldi. U tarixga qiziqmaganligi orqasidan yengil-yelpi narsaga keldi deb hisoblash kerak emas. U kecha tarixni o'rgandi, ko'rib ketuvdi. Bugun komediya ko'rgisi kelyapti. Indinga melodramani ko'rgisi kelyapti. Uni indiniga muzik holni ko'rgisi kelyapti. Shuning uchun repertuar mundarijalarini bir a'lo darajaga yetkazmoqlik lozim. Rang-baranglik bo'lishi kerak. Xalq orasida o'sha istagan narsasiga kelib turib tomosha qilish imkoniyatini yaratishimiz lozim deb o'ylayman. Keyin yana bir narsani bir ikkita hamsuhbatlar bilan o'tirgan paytimizda aytib o'tdim. Bevosita teatr jurnali bo'lganligi uchun bunga men aytsam hozir balkim boshimda kaltak sinishi ham mumkindir. Teatrlarga bosh rejissyor degan va bosh rassom degan shtatlar bor. O'sha bosh rejissyor bir teatrda 20 yil ijodiy umri bo'ladigan bo'lsa, 20 yil spektakl qo'yadi. Bu spektakl 4 tadan keyin 5 tadan keyin qaytariqlar paydo bo'la boshlaydi. Bir-biriga o'xshamasligining iloji yo'q. Chunki yozuv, pochirk bir xilligi, undan hech kim o'zi issiqjon mustasno emas. Aktyor ham bir xil janrda ishlayveradigan bo'lsa, o'sha qolipga tushib qoladi. Rejissor ham bir joyda birgalikda ishlayveradigan bo'lsa, xuddi shunday qolipdan yiroqqa keta olmaydi. Shuning uchun men o'zim istardim yo o'ylardim. Bu nechog'liq to'g'ri noto'g'riligini bilmayman, meni shaxsiy fikrim. Mana 36-37 ta boring 40 ta teatr bo'ladigan bo'lsa, shuni rejissyorlarini respublika bo'ylab rotatsiya qilib aylantirib turish kerakmikin deb o'ylayman. Bugun Andijon teatrida spektakl qo'ygan rejissyor ertaga Xorazmda qo'ysin, Xorazmniki kelib Andijonga qo'ysin, Surxondaryoniki Qoraqalpoqqa borib Qoraqalpoqniki bunga kelsin. Mana shu rejissyorlarni bir ro'yxatini qilib turib, mana shunday aylantirib turilsa, u yangi kollektivga borayotgan paytida mustahkam tayyorgarchilik bilan qadam qo'yishi aniq. 20 yil davomida o'rganib qolgan rejissyorini, bu yerdagi aktyorlarni unga nima yoqish kerak ekanligini o'rganib bilib olishgan. Lekin yangi kelgan rejissyorga, oldingi rejissyorga ko'rsatgan holatlarini namoyon qiladigan bo'lsa, kechirib qo'yasiz. Bu narsani men qabul qila olmayman deb aktyorni ham yana izlanishga, ijod qilishga, Qirralarini ochishga, rivojlanishga, qirralarini ochishga xizmat qilarmikin deb o'ylayman. Bu rassomlar borasida ham aytayotganim bejiz emas, chunki dekoratsiyalarda ham dekoratsiya o'sha farda ochilgan paytda birinchi tomoshabinni ko'zi tushadigan. Ana o'shanda hayratlanib turib shu dunyoga kirib ketsa, uni u yog'ini aktyorlar, rejissyorlarning mulohazalari tortib ketadi-da.
Rassomlar ham misol uchun bitta teatrda bir xil joyda ijod qilaverganidan keyin Bitta sahnaga spektakldan moslashadi. spektaklga moslashib va o'sha narsa o'xshashliklar, qaytariqlar ko'payib ketib qoladi deb o'ylayman. San'at va san'atkorlar maydonida yashashning musbat va manfiy tomonlari. Bu faqatgina san'atga bog'liq narsa emas, hayotda ham o'sha ham musbat, ham manfiy qaysi sohaga murojaat qilasiz yoki hech qayerda ishlamaydigan ko'chaxondan, uy-zindon yurganlarda ham xuddi shunday narsalar bo'ladi. Man san'at olamida ko'proq manfiydan ko'ra musbatlar jamuljam ekanligini bilaman. Men shuncha yillik tajribamdan shu narsani ko'rdim va guvohi bo'ldim. Meni aldashga haqqim yo'q. Noto'g'ri ish qilishga haqqim yo'q bo'lgan yoshga yetib kelgan paytimda shu narsani ayta olaman. San'at qalbiga Tangridan jo bo'lgan insonlarda vahshiylik bo'lmaydi. Boshqa sohalarda agar o'sha birorta egallab turgan mansab uchun xatti-harakat qilinadigan bo'lsa yoki uni qanaqadir qilmagan gunohlarini uyushtirib chetlashtirib yuborish, bundan fojiali ahvollarga olib kelish holatlari bo'ladigan bo'lsa, san'at olamida ijod qilayotgan aktyorlar yoki xonanda-yu sozandalar orasidagi bo'ladigan juz'iy kelishmovchiliklar bunaqangi dahshatli yakun topmaydi. Ular juda nari borsa hafta 10 kun yoki 1 yil gaplashmay qo'yishi mumkin xolos. Lekin bunaqangi qabihliklarga yo'l qo'ymaydi. Chunki uni qalbiga Tangri taolodan, ilohiyotdan berilgan nur bor. Ana o'sha nur hech qachon vahshiylikni ro'yobga chiqishiga qo'ymaydi. Tohir aka, nimani yodga olganingizda ko'zingizga yosh keladi? Men endi o'zimdan o'zim o'tirib yiqilaveradigan odam emasman. Nimani eslaydigan bo'lsam ham, nimani o'ylaydigan bo'lsam ham, u narsalar hammasi o'tgan ketgan. Endi u holatlari ko'z yoshi qaytarmaydi. To'g'ri yo'l topib, ba'zi ruhiy holatlardagi tushkunliklarni bartaraf qilish uchun ham tajribaga egaman. Meni ko'zimga yosh keladigan narsalar endi faqat sahna bilan ekranda. Yig'lab o'tirmayman-ku. Inson yillar o'tgani sari o'sha hissiyotlar yoki o'sha nima deydi, ta'sirchang bo'lib qoladi deyshadi. Hech qanday. Misol uchun yoshi o'tgan insonlar yillar o'taversa, misol har bitta o'sha narsani esga olganda, yodga olganda yo xotirlaganda bolalik deymizmi, ota-onanimi yoki umuman o'sha do'stlarinimi solyapsiz-ku shu narsalarni. Nega men yig'lamayapman? Yo'q, umuman o'zingiz bilan o'zingiz bo'lganda. Ota-onani o'limi farzand uchun farz. Bolam deb yig'latmasin Xudo. Xo'p, kimning otasi bor, kimning onasi bor ekanki 60 ga chiqqan, 70 ga chiqqan odammi? Endi otam o'ldi, onam o'ldi deb turib to o'zim o'lguncha yig'lab yurmayman-ku. Bu meni Allohning oldida ham shakkokligim bo'ladi. Xudoyim shu kunni ravo ko'rgan ekanki menga beribdi. Endi men otamni nimaga olib qo'yding Alloh deydigan bo'lsam bu shakkoklik bo'ladi. Shuning uchun hamma narsa o'z o'rnida risoladagidek davom etmog'i lozim. Bu dunyoda hech kim hech qachon ustun bo'lib qolgan emas. Hammamiz dunyoga kelibmizmi? O'lim uchun, bu dunyoni tark etish uchun bir kun bor. Uni Tangri biladi. Kimniki oldin, kimniki keyin, kimniki qay holatda. O'shaning uchun bunaqa narsalarga men juda yig'loqlik bilan qaramayman hayotdagi hissiyotlarga berilmaysiz. Hissiyotga berilish uchun meni sahnam bor. Yoki bo'lmasa kinokamerani oldi bor. Men endi hayotda ham shunaqa bo'lib turib yig'loqi bo'ladigan bo'lsam, menga ishonib yurgan orqamdagi farzandlarim, nevaralarim, oila a'zo qarindoshlarim nima bo'ladi? Meni ko'zimdan yosh chiqadigan bo'lsa, ular menga ishonib, meni suyanchiq qilib yuribdi-ku. Ular vobshe tamom bo'ladi-ku bu narsadan. Shuning uchun unaqa narsalarni men qabul qila olmayman. Kino bu ko'zlar jangi degansiz bir intervyungizda. Teatrchi. Teatrda endi tomoshabin ma'lum darajada uzoqda o'tiradi. Kino kamera ko'zingizni qorachig'ini ichigacha kirib keladi. Har bitta insonni ichki dunyosida o'tayotgan hissiyotlar ko'z orqali namoyon bo'ladi.
Ana sevishgan yoshlarga qarasangiz bir-biriga nima uchun termilib turadi? Gapsiz, so'zsiz. Demak, ko'zlari gapiradi ularni. Ichidagi tuyg'ularini, ko'zlari bir-biriga namoyon qilib turib suhbat qiladi. Shuning uchun kino bu ko'zlar jangi. Ichki dunyoyingizda nimaki o'tayotgan bo'lsa, ana o'sha narsani ko'zingiz ko'rsatib beradi. Lekin teatr tomoshasida sizdan 100 yil oxirgi qatorda o'tirgan tomoshabin 150-200 metr narida bo'ladi. U sizni ko'zingizni, ko'z qarachig'ingizni ko'ra olmaydi. Shuning uchun ham siz jismingizdagi bor a'zolaringiz bilan xatti-harakatlar, ovoz ko'magida mana shundoq yetkazib berasiz. So'zimiz avvalida aytib o'tgan kino bilan teatrda farq shundan iboratki, teatrda bir xil planda ko'rsatiladi. Kinoda общий, средний, крупный deyiladi. Ana o'sha крупный plan ko'zingizga kelgan joyida siz kamerani alda olmaysiz. Agar aldagan bo'lsangiz, u ko'rib o'tirgan tomoshabinga manzur bo'lmaydi hech qachon. Agar yuzingizdagi mimikalaringizni teatr singari ishlatadigan bo'lsangiz, kamerani oldida panoramani katta ekranida xuddi yuzingiz mana shunaqangi bo'lib ketadiki, xuddi bir dengizda bo'layotgan bo'ronga o'xshaydi. Shuning uchun o'zining qoidasi bor, o'zining spetsifika yo'l yo'nalishlari bor. Hali bir teatr rejissyori sahnalashtiribdi, spektakl zo'r, chiroyli, hammaga ma'qul bo'lgan operator do'stim taklif qilibdi. Kino operator. Zo'r spektakl qo'ydim, ko'rchi debdi. Keyin u operator kelib ko'rgan. Spektakldan so'ng ikkalovi bir joyda kofe ichib, qalay spektakl ma'qul bo'ldimi desa, yo'q degan. Nega? Desa, hamma yoq общий plan bo'yotibdi-yu degan. Bu operatorning qarashi, kinochining qarashi bilan teatrchilarning qarashi orasida juda katta farq bor-da. Ilk o'sha Gadoy rolidan Gamlet obrazigacha bo'lgan masofani bosib o'tgansiz. Ikki obraz orasida yer bilan osmoncha farq bor. Xarakteri, dunyoqarash, makon, zamon nuqtai nazaridan har ikkalasi ham o'sha obrazni mukammal darajada ijro etgansiz. Siz ijobiy yoki salbiy obrazning qaysi birida ko'proq yashagingiz keladi? Meni ijodni endi boshlayotgan paytlarim o'sha Ko'ngil ko'chalari video filmiga to'g'ri keladi. Aktyorning baxti shundan iboratki, qaysidir qilgan ishi elga manzur bo'lib qolib, shu nom bilan atay boshlashi. Rahmatli mana Abdurahim Abduvohov do'stim shun bola deb aytaganday. Men ham o'shanaqa bir gadoyning rolini o'ynab, el ichida gadoy bo'lib tanib, hamma hazillashib, xuddi o'zining uyining a'zosidek ko'ra boshlagan. Endi Gamlet bu o'zga dunyo. Bu o'sha zamonlardan toshi bugungacha dramaturgiyani yuksak cho'qqisi hisoblanadi. Qancha san'atkorlar buni orzu qilishgan, yetolmasdan o'tib ketgani qancha. Ko'plab aktyorlar o'z talqinida, o'z ichki dunyosidan kelib chiqib ijro qilishgan. Shular qatorida bu narsa menga ham nasib etdi. Endi qahramonlarni berilayotgan rollarni salbiyligi va ijobiyligida bu yerda to'xtalib o'tsak arzigulik so'z topsa bo'ladi. Nimagaki har bitta salbiy qahramonni shundoq yondlashib so'zini yodlab o'ynab ketaverish mumkindir. Lekin buni salbiylikka olib kelgan holatlarni qidirib topish kerak. U onasining qornidan hech qachon yomon bola bo'lib tug'ilgan emas. U yashagan muhit va nima uchun o'sha bosh qahramon ijobiy qahramon bilan raqobatlashib, uni hatto o'ldirish darajasiga va uni qandaydir bir fojiali ahvollarga olib kelish darajasiga, uni ichidagi husumat qayerdan paydo bo'ldi? Ana o'sha narsalarni izlab topish lozim bo'ladi. Har bitta salbiy deb qaragan qahramonimizning o'zining fazilatli dunyosini izlashimiz kerak. U o'z-o'zidan yomon bo'lib qolmaydi. Yomonning yaxshisini qidirib ijro qilish kerak. Yaxshini farishtaday qilib turib ko'rsatmasdan, uning ham o'ziga yarasha qusurlarini ko'rsatganimizda, shunda to'laqonli hayotiy bir obraz dunyoga keladi. Beayb Parvardigor, yo g'ofir, yo yo'lchi rolini o'ynaganlar uni
uni ham o'zini qusurlarini qidirib topib turib o'ynash kerakda. Hazrat Navoiyda bo'lmaganmikin, Bobur Mirzoda bo'lmaganmikin, yo Amir Temurda bo'lmaganmikin. Xomsut emgan bandani o'ziga yarasha nuqson va kamchiliklari ham bo'ladi. Ana o'sha narsalarni ham ko'rsata olgan joyingizda fazilatlari bilan barobar edi. Ana o'shanda bu to'laqonli bir hayotiy obraz gavdalanadi degan o'ylarim bor. Endi aslida o'zi nima deydi? Ijobiy qahramonning tomoshabin oldidagi 90%, 70% ishini, muvaffaqiyatini bu salbiy qahramon yaratib beradi. Nimagaki, agarda o'sha bosh qahramon, ijobiy qahramon kurash olib borayotgan salbiy qahramon naqadar kuchli bo'lsa, u tahsinga loyiq, shuni ustidan g'olib bo'lishi aniq-ku piyesa bo'yicha. O'shanda tahsinga loyiq. Agar mana shu salbiy qahramonning ijrochisi maromiga yetkazolmagan holatda u ijobiy qahramon ham tomoshabinni o'ziga qaratib qoyil qila olmaydi. Chunki kuchli dushmanni yenggan tahsinga loyiq. Shunchaki ko'rinishga ega bo'lgan, desa o'chib ketadigan dushmanni yenggandan keyin uni nimasiga qarsak chaladi? Demak, salbiy qahramonlar nihoyatda kuchli bo'lsa, shunchalar ijobiy qahramonlar ro'yobga chiqadi. Mana bugungi kunda o'sha tarixiy obrazlarga, tarixiy filmlarga murojaat qilinyapti, ularga e'tibor, moliyaviy tomondan ko'mak berilyapti. Tarixiy asarlar ko'paydi. Umuman tarixiy asarlarni sahnalashtirish jarayonidagi qiyinchiliklar, baribir oddiy film bilan tarixiy asarlarni qiyinchiligi, tafovuti yer osmoncha bor. O'zingiz ham ko'p tarixiy rollarni ijro etasiz. Bugungi kunda ham o'sha syomka jarayonlarida ko'p tarixiy obrazlardasiz. Umuman o'sha tarixiy obrazga kirish, rol ijro etish, o'sha muhitda yashashni o'zi qiyinchiliklari. Bilasizmi, bu O'zbekiston davlati rahbari tomonidan kino sohasiga e'tibor berilishi va o'sha ajdodlarimiz ruhini shod qilish barobarida qilinayotgan ishlar juda tahsinga loyiq. Agar bir oila miqyosida oladigan bo'lsak, o'tib ketgan buvasini, buvisini, ota-onasini eslab duo qilib turgan xonadonga baraka farishtalari keladi. Biz davlatimiz miqyosida bitta oila deydigan bo'lsak, shu ajdodlarimizning ruhini shod qilib, kelajak avlodlarimizga ularning haqadar buyuk inson ekanligini, bo'lganligini o'rgatsak, bu albatta baraka farishtalarining yurtimizga yog'ilishiga sabab bo'ladi. Prezidentimiz tomonidan start berilgan Tirik tarix loyihasi bo'yicha hozir O'zbek film tomonidan juda ko'plab filmlar ish amaliyotini olib boryapti. Bir qanchalari ro'yobga chiqib turib, dunyo festivallarida g'olibliklarni qo'lga kiritib kelyapti. Komissiyasini a'zosi bo'laman va bu yil qish 2024-yil oralig'idagi o'sha qish faslida, kuz faslidan qish fasli bahoriga qadarli 150 dan ortiq ssenariy o'qidim. Ishdan borib uyda ssenariy o'qidim. Bizni yurtimizda shunaqangi iste'dodlar borki, ularni ro'yobga chiqishi uchun ham mana shu proyekt juda qo'l keldi. Juda chiroyli bo'ldi. O'sha Hazrati Cho'lpon deymizmi, Navoiy, Bobur deymizmi, hatto Al-Xorazmiy, Beruniy, hatto Shiroq hech bittasi nazardan chetda qolgan emas. Va yigitlarimiz, qizlarimiz shunaqangi ssenariylar yozganki, men o'sha komissiyada bir taklif kiritdim. Misol uchun Cho'lpon domlani bir qirrasini bu yigitimiz chiroyli ochyapti, ikkinchisini bu qizimiz ochyapti, uchinchisini bu ochyapti, bunisini bu ochyapti. To'rttasida to'rtta qarash bor va o'sha insonning davrini va ichki dunyosini ochib bera olgan. Shuning uchun biz ssenariy muallifi deganga bitta lar qo'shimchasini qo'shib, to'rtalovining yaxshi joyini olaylik. Ssenariy muallifi bo'lmasin-da, ssenariy mualliflari deylikda, shu to'rtalovinikini ham yaxshi joylarini olib bitta mujassam asarga keltirsak, ularni ismi titrdan tushib qolmasin. Kino uzoq yillarda bir marta qaytilishi mumkindir.
shundan keyin bu bobokalonlarimizga ne zamonlar bu qaytadi. O'shanga ketgan mablag' shu bolalarni ishlagan haqqini ham mayli beraylikda, lekin ularni fikrini ham olib bitta asar qilaylik degan taklifni kirituvdim. Juda yaxshi qabul qilishdi. Inshaalloh mana hozir shunaqa yo'l tutilyapti. Xursandman. Teatr jurnalining mushtariylariga tilaklaringiz? Teatr jurnalining mushtariylari albatta teatr xodimlari bo'ladi. Avvalo bu teatr jurnali respublikamizning barcha teatrlarida ishlayotgan, xizmat qilayotgan aktyorlarimizga, ijodkorlarimizga, boshqa sohadagi xizmatchilarga hammasiga yetib boradi. Shuning uchun shu jurnal bir maktub sifatida mening hamkasblarimga yetib borsinki, ijodida barkamollik tilayman. Sahna san'atida xizmat qilayotgan jamiki insonlar, qolaversa sahna san'atining ro'yobga chiqishi uchun xizmatda bo'layotgan kulis ortidagi xizmatchilar, barchalariga ham hayotda ham ijodda muvaffaqiyatlar tilayman. Eng insonga bu dunyoda zaruri salomatlik. Salomatlik bo'lsa, boshqa ishlar o'z reja bo'yicha asta-astalik bilan amalga oshaveradi. Bosh omon bo'lsa do'ppi topiladi degan gaplar bor. Shuning uchun barchalariga boshlariga Tangrining nuri yog'ilib tursin, dasturxonlari to'kin bo'lsin, atrofida va faqatgina yaxshi niyatli insonlar jamuljam bo'lsin. Bu dunyo misoli qurilayotgan bir imorat, yaxshi inson shu imoratni rivoji uchun bir g'ishtni qo'yib o'tadi, yomon inson shu imorat rivojidan bir g'ishtni ko'chirib o'tadi deydi. Ijodiy zamonida birgalikda hamnafas bo'lib yuribmizmi, barchamiz barobariga mana shu dunyo imoratining rivoji uchun g'isht qo'ya olaylik. Samimiy suhbat uchun sizga alohida rahmat aytamiz. Doimo sog' salomat bo'ling, ijod qilishdan charchamang. Qizim, shu asnoda bitta narsani aytib o'tayki, men sizlarda teatr jurnalini intervyu berish uchun takliflarni mana qariyibki 15-20 kundan beri paysalga solib kelishimga sabab yoki mensimaslik yoki kibr borasidagi ish emas, tog'u toshlarda boshqa o'sha filmlarda suratga olish jarayonlari davom etyapti. Faqat va faqat shu ijodiy ishlar oralig'ida sizlarga vaqtida vaqt ajrata olmaganim uchun uzr so'rayman. Hammanglarga ijodiy rivojlar bersin. Tangri aytgan kuni hamma ish bitadi. Bandalar aytgan bitaverganda bu dunyoda nimalar bo'lib ketmasdi. Demak, vaqt soati bugun ekan, hammanglarga katta rahmat aytaman. Shuning bilan bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi dasturlarda yana diydorlashguncha omon bo'ling.